Markirovkalash tizimi sekin-sekin joriy qilinishdan oldin tadbirkorlik subyektini soliq bo'yicha shaxsiy kabinetiga ketma-ket ogohlantirishlar yuborilgan boshida. Faqat uni qanday o'tish haqidagi adaptatsiya uchun biron bir yo'nalish bo'lmadi-da. Hozir tadbirkorlar deylik bir do'kon desak, optoy oziq-ovqat sotadigan do'konda oladigan bo'lsak, u markirovkalash deganda u hozir o'sha sotayotgan suvni ustidagi mana bu QR kodchani tushunadi-da va mana shu narsani skanerlab sotishim kerak ekan degan tushunchasi bor xolos. Lekin undan oldin buxgalteriyasidagi uchut talab qilinadigan, soliq organi uni qaysidir raqamlarni ko'rib turadigan tizimini nazorat qilish bir mexanizmi bo'lmadi. Ya'ni hali uchutini shakllantirmagan tadbirkorga biz o'sha markirovkani joriy qilib qo'ydik-da, sразу shtrafni berib qo'ydik. Buni o'zini ketma-ketligida qilish kerak edi. Mexanizm yo'q. QR kodni qo'yish kerakligini biz agentligimizga kelib, murojaat qilishib, bizga shu masalada yordam beriladi deb so'rab kelayotgan tadbirkorlarning aksariyat muammosi hali o'zida uchut muammosi bo'lib turib, o'sha QR kod mana bu markirovkani qanday hal qilsak bo'ladi? Qarang, buni qanday o'rgansak va buni qanday ishlatamiz degan savol emas. Qanday shu narsani qilmasak bo'ladi deb so'rashyapti-da.